Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun siz bilan hayotning 4 muhim qirrasi haqida suhbatlashamiz. Ong energiyasi, ruhiyatni boshqarish, boylik sari qadamlar va fikrlashdagi xato va kamchiliklar. Bu 4 ta ustun ustida hayotingiz saroyi barpo bo'ladi. Ong energiyasi. Bu nafaqat kundalik vazifalarni bajarish quvvati. Bu diqqat, niyat va irodaning bir vaqtning o'zida markazlashgan kuchidir. Diqqat energiyaning pul birligi. Har safar diqqatingizni tarqatsangiz, o'z kuchingizni ham tarqatasiz. Bir vaqtda bitta ish qilish. Energiyani saqlashning eng kuchli usuli. Har kuni o'zingizdan so'rang: mening diqqatim hozir eng muhim qayerda? Har tong kuningizning asosiy maqsadini belgilang. Niyat aniq bo'lsa, energiya ham shu tomonga oqadi. Miya ham dam olishga muhtoj. Har 90 daqiqada o'zingizga qisqa tanaffus bering. Tabiat, meditatsiya, ibodat yoki ijod. Bularning barchasi ichki energiyangizni to'ldiradi. Ruhiyatni boshqarish his-tuyg'ularingizning quli emas, hukmdori bo'lishdir. Siz fikr emassiz. Siz fikrni kuzatuvchisiz. Men tushkunman demang. Men tushkunlik haqida o'ylayapman deng. Bu psixologik masofa sizga nazorat beradi. G'azab energiya. Uni harakatga aylantirish mumkin. Qayg'u chuqurlik. Uni ijodga aylantirish mumkin. Stressni dushman deb emas, o'sish imkoniyati deb qabul qiling. Boylik faqat pul emas. Boylik qadr yaratish qobiliyatidir. Boy inson qanday qilib ko'proq foyda bera olaman deb o'ylaydi. Kambag'al fikr esa men qancha olaman deb so'raydi. Daromad mehnatdan keladi. Boylik esa aktivlardan. Moliyaviy savodxonlikni o'rganing. Aktiv va majburiyatning farqini biling. Daromadingiz oshsa, faqat xarajatni emas, jamg'armani ham oshiring. Boylik tasodif emas. U tizim natijasi. Inson miyasi energiya tejash uchun mental qisqa yo'llar yaratadi. Ammo aynan shu yo'llar ko'pincha katta xatolarga olib keladi. Biz ko'pincha faqat o'z fikrimizni tasdiqlovchi ma'lumotlarni qidiramiz. Boshqa haqiqatlarni esa rad etamiz. Bu kognitiv tuzoq. Odamlar yo'qotishdan, foyda olishdan ko'ra ko'proq qo'rqadi. Shu sabab ko'p imkoniyatlar qo'ldan ketadi. Siz ishingiz emassiz. Daromadingiz emassiz. Maqomingiz ham emassiz. Siz ularning ortidagi insonsiz. Har bir qaror oldidan o'zingizdan so'rang: qaysi kognitiv xato mening qarorimga ta'sir qilyapti? Ong energiyasi, ruhiyatni boshqarish, boylik fikrlashi va kognitiv aniqlik. Bu 4 kuch birgalikda hayotingizni o'zgartiradi. Bugundan boshlang. Diqqatingizni boshqaring. Hislaringizni kuzating. Qadr yarating. Fikrlashingizni tahlil qiling. Sizning ongingiz bu koinot. Haqiqiy kuch esa ichingizda. Ongingizni o'zgartiring. Hayotingiz o'zgaradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Unutma, inson hayoti avval ongda o'zgaradi, keyin esa reallikda. O'zingizni rivojlantirishdan to'xtamang. Kuchli ong, kuchli hayot demakdir. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga ham ulashing. Motivatsiya maskani bilan qoling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video montaj
Sa'dullay va Roza. Ovoz, bir nafas va umida. Ruhiy o'sish o'zingizni anglashdan boshlanadi. Biz bilan qoling.